Mehmonxonada bepul yashash mumkinmi? To'liq bepul bo'lmasligi mumkin, lekin pul to'lamasdan tunab qolish usullari bor. Birinchisi Hotel Loyalty dasturlari. Masalan, Booking, Marriott yoki Hiltonda ko'p bron qilgan bo'lsangiz, ball yig'iladi. Shu ball bilan keyingi safar 1-2 tun bepul yashash mumkin. Ko'pchilik bu ballarni ishlatmaydi. Ikkinchisi overbooking holatlari. Ba'zan mehmonxona joyi ortiqcha sotib yuboradi. Shunda ular sizni boshqa, yanada yaxshi mehmonxonaga bepul ko'chirib qo'yadi. Bu real holat. Ayniqsa katta shaharlarda. Nyu-Yorkda bu holatni biz turistlarimiz bilan kuzatganmiz. Uchinchisi volontyorlik yoki work exchange. Ayrim davlatlarda mehmonxona yoki hostelda kuniga 3-4 soat ishlaysiz, evaziga yashash bepul bo'ladi. Sayohatchilar orasida bu mashhur usul. Ayniqsa bu holatni Antaliyada kuzatganmiz. To'rtinchisi xato narxlar. Ba'zan tizimda mehmonxona narxi xato chiqadi. Juda arzon yoki 0 ga yaqin bo'ladi. Tez bron qilsangiz, mehmonxona ko'pincha buni bekor qilmaydi. Agar sizga yana shunaqa layfhacklar kerak bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring.